sevgan qizimga bergan sovg'alarimni, podarkalarimni qaytarib ola olamanmi deb bitta paskoda savol yuboribdi. Menimcha 8-martga sevgan qiziga sovg'a bergan, urushib qolgan, endi pastlik qilib bergan sovg'alarni, narsalarni qaytarib olmoqchi bo'lyapti. Qarang, men sizga yuridik tomonlama tushuntiraman. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi bo'yicha va O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksiga asosan sovg'a qilingan, hadya qilingan mol-mulkni qaytarib olib bo'lmaydi. Nimaga deganda, siz o'zingizning ixtiyoringizga ko'ra, ixtiyoringiz bilan o'sha mol-mulkni tasarruf etish, uni sotish, sotib olish, yo'q qilish, bor qilish, barcha huquqlarini siz o'sha shaxsga o'z ixtiyoringiz bilan topshirasiz. Sovg'ani, hadyani qaytarib olishda qonuniy yo'li bor, lekin bu juda ham qiyin masala, qaytarib ola olmaysiz. Umuman misol sevgi temasida emas, boshqa mavzuni oladigan bo'lsak ham, uy-joy, mol-mulk yoki mashina sovg'a qiladigan bo'lsangiz ham 95% holatda hadya qilingan mol-mulkni qaytarib ola olmaysiz. Bu bir. Ikkinchidan, bunaqa bolalarga men nima demoqchiman? Erkak bo'lish kerak odam sal hayotda. Sen erkak bo'lib tug'ilding, sen tug'ilganingda dadang qo'lingga olganda, o'g'illi bo'ldim deb dadang xursand bo'lgan, dunyoga sig'magan. Sen endi qilayotgan ishingni qara, hattoki qiz bola ham senga bergan sovg'asini qaytarib olsam bo'ladimi deb savol yubormaydi-da. Keyin qizlarga tavsiya qilmoqchiman. Gaplashsanglar, bir normalniy, bir haqiqiy erkak bilan gaplashinglar. Bunaqa paskoda, past bolalar bilan gaplashib umrlaring ketkazasizlar. Ikkinchidan, o'zlaringda obro'ylaringni tushirasizlar. Sizlar o'rinlaringga o'zbek qizlarining o'rinlariga bunaqa yigitlar, bunaqa bolalar vobshida to'g'ri kelmaydi. Videoni mana shunaqa paskoda tanishlaringizga yuborib qo'yishni va obuna bo'lishni unutmang.